Salom do'stlar, bugun biz to be haqida gaplashamiz. Hop, to be. To be bu nima? Birinchidan, to be bu fe'l. Ya'ni bo'lmoq degan fe'li. Bo'lmoq. Masalan, biz ko'pincha gapiramiz, man doktorman. Aslida u man bo'laman doktor. U bo'ladi oshpaz. Man bo'laman xursand. Hop, esinglarda bo'lsa, bizni fe'lni qanaqa ishlatamiz? Bizga odam kerak plus fe'l va qolgan narsalar. To be'da 3 ta bolasi bor deb aytsak bo'ladi. Bu eng oson yo'l eslab qolish uchun. Birinchi bolasi bu is, birlik. Ikkinchisi are, bu ko'plik, ikkitadan ko'p va uchinchisi am. Is birlik bo'lgani uchun bizda faqat he, she, it bilan ishlaydi. Are ko'plik bo'lgani uchun we, you, they bilan ishlaydi. Am esa faqatgina I bilan ishlaydi. Masalan, man doktorman. I am a doctor. U doktor, o'g'il bolaga qarang. Endi he is a doctor. Ular doktor. They are doctors. Juda oson. O'shanda I bu odam, am, is, are bu fe'l. Va doktor degani bu qolgan so'zlar. Hop. Ishdan tashqari to be'ni biza his tuyg'ular bilan ishlatsak bo'ladi. Masalan, man aytishim mumkin. Man xursandman. I am happy. U xursand. She is happy. Yoki ular happy. They are sad. Biz happy. We are sad.